Bu so'nggi vaqtlarda to'ylarda urf bo'lgan raqs. Aytingchi, bu allambalo xatti-harakatlar sizga nimani eslatyapti? Yoki men urfdan qolganman, yoki zamon ilgarilab ketgan. Yo'q, fikri ojizimcha zamon va makonning bu raqsga aloqasi yo'q shekilli. Ilk taassurot: ko'rgan inson yigitchalarni to'q urib oldi degan gumonga borish ham mumkin. Voy, hatto yovvoyi qabilalarda ham ushbu raqsni maromiga yetkazib, bu darajada o'ynab bera olmasa kerak-ku. Ola. Yoki baribir kimdir bu tadbirni qizdirishi kerakmikin. Labbay. To'yday bo'lsin deysizmi? Bilmagan to'yda kimdir alamidan jazavaga tushyapti deydi. Ba'zilar bu xatti-harakatlarning bosh sababchisi alkogol yoki psixotrop deydi. Bahodir bir shisha aroq ichdi. Doniyor 2 shisha aroq ichdi. Savol: 2 shisha ichgan Doniyor qaysi burchakka o'tdi? Mana bu raqsni ko'rib esa Yevropa filmlarida ko'rsatiladigan elektr stul yodga tushadi. Hoynahoy mashhur Nazriddin Shermatov ham hayratdan yoqa ushlayotgandir. Bir so'z bilan Andijon polkasi o'rnini Oqqush raqsi egalladi desam aslo mubolag'a emas. Aslida Oqqush ko'li bu balet. Buni qarangki, bizning shovozlar mazkur raqsni ham o'zlashtirib ulguribdi. Erkak raqsi. Nima bu? G'urur bo'lish kerak birinchidan. Endi esa moziyga qaytamiz. Mirzo Ulug'beklar, Amir Temurlar, Otabek va Anvarlar, Farhodlar belidagi belbog'ini taqib yurishga munosib avlodlar qayda qoldi?